Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijnekamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan soat 18:00 da seshanba, juma, shanba kunlari amalga oshirilmoqda va undan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari xuddi shunday qonuniy reyslar soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yo'lga chiqib ketmoqda. Sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, joylaringizni ekrandagi ishonchli raqamlarimiz bilan bog'laning va o'z savollaringizga batafsilroq ma'lumot oling. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham sizga kerakli ma'lumotlarni berishadi. Bizning avtobusimizda sizga yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, qishni yozda ishlaydigan konditsionerlar, zaryadchi moslamalari va undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Xuddi shunday komfort zonadagi avtobuslarda siz ham o'z manzilingizga yetib olmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling, tanlovda adashmang.